Agar siz 50 ta kitob o'qish aslida 1000 ta kitob o'qigandan yaxshiroq degan gapimga ishonmasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Yoki bo'lmasa o'qigan kitoblaringiz sizni umuman esingizda qolmayaptimi? Undan bir nimalarni yozib olyapsiz, o'sha narsalar ham sizni esingizda qolmayaptimi? Demak, bu videoni ko'rishingiz kerak. Bu video siz uchun, chunki men o'zim uchun umuman yangi dunyoni kashf qildim bu orqali. Assalomu alaykum. Meni ismim Xurshid. Men 1% bilim kanalini asoschisiman. Va undan tashqari Edu Safiya va boshqa bir qancha brendlarda asoschisi hisoblanaman. Bugun biz sizlar bilan kitob o'qish bileti degan yangi konsepsiya haqida gaplashamiz va bu aslida yangi konsepsiya emas. Mening fikrimcha bizni oldingi ulamolar ham aynan mana shu kitob o'qish metodidan foydalanishgan. Bugun shuni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bu videoga asosiy sabab Rolf Dabellini 2017-yili Shvetsariyadagi nashrlardan biriga yozgan esseyi bo'ldi. U esseyda aytadiki, meni 3000 taga yaqin shaxsiy kutubxonamda kitobim bor deydi va ulardan 1000 tasini o'qiganman, aniq deydi. Va taxminan 1000 tasini yarmigacha ochib ko'rganman, yarmigacha ochib o'qigandirman deydi. Lekin ana u qolgan 1000 tasini umuman ochib ham ko'rmaganman deb aytadi. Meni tashvishga soladigan narsa, deydi Dabelli, haligi o'qigan kitoblarimdan ham hech narsa esimda qolmaganligi. Ya'ni biz nima uchun, maqsad nima? Ya'ni kitob o'qiymiz, u esimizda qolmaydigan bo'lsa, kitob o'qishdan ma'no nima? Miyani energiyasini bekorga sarflashdan maqsad nima? Mana shu narsalar uni nima desam bo'ladi, tashvishlantirishni boshlaydi va u kitob o'qish uchun yangi metodologiya qidirishga kirishib ketadi. Meni o'zim ham hayotimda juda ko'p bo'ladi shu narsa, ya'ni kitob olaman, sotib olaman, o'qiyman, o'qigandan keyin ayrim kitoblarni, ya'ni qoralab, nima desam bo'ladi, xulosalarini yozib qo'yaman bloknotlarga. Vaqt o'tishi bilan yoki oylar, yillar o'tishi bilan haligi bloknotdagi o'zimni xulosalarimni o'qiganimda xuddiki yangi narsani o'qigandek, birinchi marta o'qigandek bo'lib turaveraman. Lekin mana shu esseyni topdim, ko'rdim va undagi voqealar yoki bo'lmasa metodologiyalar juda ham qiziq. Quyidagi vaziyat sizga tanishmi? Kitob magazinga kirdingiz, kitob do'konida yuribsiz, kitobni ko'rdingiz, kitobni sotib oldingiz, kitobni o'qidingiz, tugatdingiz, yangi kitob boshladingiz va boshlagan paytingizda ana u kitobda nimani o'qiganingiz o'zi esingizdan chiqib qolib bo'ladi. Yoki bo'lmasa endi bir oy oldingi o'qigan kitobingizni hozir 30 sekundda ichida bir xulosalab bera olasizmi desam, bilmayman nimani xulosalab bera olaman o'zim. Yoki bo'lmasa 1 yil oldingi narsalarni-ku qo'yavering. Gap shundaki, 1885-yilda Ebbinghaus degan olim forgetting curve, ya'ni unutish nima desam bo'ladi, chizig'i degan nazariyani fanga kiritadi. U nimani aniqladi desangiz, u har xil, ya'ni tushunarsiz bo'g'inlardan qanchasini o'zi eslab qola oladi, tushunarli narsalardan qanchasini o'zi eslab qola oladi. Shu haqida ilmiy izlanish qiladi va uni natijalariga ko'ra inson 24 soat ichida o'rgangan narsalarini taxminan 60% qismini unutar ekan. Meni xayoliy tushunchamda, agar biz umumiy hisobda, ya'ni yuzaki kitob o'qib yoki bo'lmasa internetdan yangiliklarni o'qib, boshqa qilib nima deydi, eslab qolish qobiliyatimizni qanchalik rasvo qilganimizni endi sekin-sekin tushunib yetgandek bo'lyapman. Dabellini fikriga ko'ra, kitob o'qish, ya'ni bunaqangi unutishimizga eng asosiy sabablardan bittasi kitob o'qishni biz ilmiy ozuqa degan narsalar bilan bog'lab olganimiz deydi. Ya'ni men ko'proq narsani o'qisam, ko'proq narsani bilganim sari xuddi bufetga bitta pulni to'lab qo'yib turib xohlaganingcha yeydigan bufetlar bo'ladi-yu, xuddi o'shanga o'xshab biz axborotlarni qabul qilishni boshladik deydi va natijada bizning miyamiz bunga o'rganmagandi deydi. Bizning miyamiz biz qabul qilyap turgan axborotlardan ham ko'ra tezroq ma'lumotlarni unutishdi, ya'ni bo'shatishdi boshladi deb aytayapti Dabelli. Va u aynan mana shunaqangi selective reading degan tushunchaga keladi. Ya'ni bu narsa nima desangiz, Shvetsariyada shunaqangi poyezdda bilet turi bor ekan, ya'ni u 6 marta ishlatishingizga yaroqli bo'ladi. Ya'ni borasiz, kelasiz, har bitta borganingizda unga ya'ni muhr uriladi, chislosi yozilgan yoki vaqti yozilgan. Bundan tashqari o'sha biletda qaysidir qismi yirtib olinar ekan va biletni 6 marta ishlatgandan keyin qaytib ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni bilet yaroqsiz musorga tashlab yuborsangiz bo'laveradi. Endi tasavvur qiling deydi, biz
tug'uruqxonadan chiqib turganimizda har bitta chaqaloqni anaqasiga karta tiqib qo'yilsa-da va unda 50 tagacha kitob o'qishga ruxsat berilgan bo'lsa har bitta odam uchun. To'g'ri, faqat ilmga qiziqadigan, ilm olmoqchi bo'lgan odamlar uchun bu narsa qo'rqinchli tushga o'xshab ko'rinishi mumkindir, lekin bu aslida bizni faqatgina foydamizga ishlaydi deb aytadi Dabelli. Tasavvur qiling, 50 tagina kitob o'qishingiz mumkin xolos hayotingizda va 50 ta kitobni o'qib bo'lganingizdan keyin boshqa kitob o'qiy olmaysiz. Bitta kitob o'qidingizmi, bo'ldi, bitta katakni o'chirasiz o'sha haligi kartochkadan. Bu bizga nima beradi desa, selective reading, ya'ni biz tanlab chertib kitob o'qishni boshlaymiz. Dabelli aytadiki, matematikada va statistikada shunaqangi 37% adashmasam kotib tanlash qonuni bor. Bu degani nima degani desa, agar sen bitta kotib olmoqchi bo'lib turgan bo'lsang, birinchi 37% nomzodlarda sen aniq suhbatdan o'tkazganingdan keyin sen o'zingni nima xohlayap turganliging, qaysi yo'nalishda ketyap turganliging aniqroq bo'lib qoladi deydi. Shuning uchun Dabelli, agar siz 40 yoshga kirmagan bo'lsangiz hali deydi, 40 yoshga kirgungacha ko'p mavzularda, ya'ni mavzularni xohlaganingizcha tanlab kitob o'qishingiz mumkin deb aytadi. Bu bizni odatda qaysi kitoblarga qiziqishimiz mumkinligini belgilab beradi deydi. Ya'ni birinchi qoida bu oldin nimaga qiziqishlarimizni aniqlab olishimiz kerak ekan va 40 yoshgacha biz ixtiyoriy narsalarni tanlashimizga Dabelli qo'shtirnoq ichida ruxsat beradi. U tavsiya qiladigan ikkinchi maslahat bu 10 daqiqa qoidasi. Siz bitta kitobni oldingizmi, o'qidingizmi, ochib 10 daqiqada kitob sizni o'ziga torta olmasa, o'sha kitobni qo'yib qo'ying va qaytib o'qimang. Uni o'rniga birorta chuqur kitoblarni, boshqalarini tanlang. Agar siz haqiqatda o'rganmoqchi bo'lgan mavzu bo'ladigan bo'lsa, shu kitobni tugating, chunki birinchi marta tugatganingizda xohlaysizmi, yo'qmi, faqatgina 3% ma'lumotlargina bizni esimizda qolar ekan. Shuning uchun Dabelli qiladigan tavsiya, kitobni o'qib bo'lgandan keyin darhol uni yana qayta o'qishga boshidan kirishish, ya'ni bitta kitobni 2 martadan o'qish kerak deb aytadi. Va uning o'zining ham qo'shimcha tavsiyalari bor. Albatta, detektiv kitoblarida bunaqa qilib o'qimanglar deydi. Chunki detektiv kitoblarda kim jinoyatchi, kim voqealar rivojini, ya'ni oldindan bilib olganingdan keyin detektiv kitobni o'qishda nima qiziq qoladi deydi. Gap hozir bu yerda aynan mana shu ilmiy, ma'rifiy yoki bo'lmasa ilm uchun o'qiladigan kitoblar haqida ketyapti. Ya'ni siz kitobni o'qib bo'ldingizmi, uni demak yana qaytadan bir marta o'qib qo'yishimiz kerak degan tavsiyani beryapti Dabelli. Dabelli aytadi, "Xo'p, qancha kitob o'qish kerak?" deydi. Endi men videoni boshida haligi aytdim-ku, 50 ta kitob o'qish aslida 1000 ta kitob o'qigandan yaxshiroq bo'lishi mumkinmi desa, bu majoziy ma'noda qanaqangi ma'noda. Ya'ni agar siz 500 ta kitob o'qisangiz va undagi hech narsani eslay olmasangiz, undan ko'ra 50 ta kitobni keyingi 5 yil davomida, ya'ni yiliga 10 tadan kitob o'qib turib va undagi ma'nolarni o'zingiz hayotingizga tatbiq qilib, ya'ni qo'pol qilib aytganda qoningizga singdirsangiz, juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Bizning asosiy katta muammolarimizdan bittasi aynan shu o'qigan kitoblarimizni shunday holatda ularning ustida, ya'ni amalga singdirmasdan yoki bo'lmasa qayta o'qimasdan shundaycha tashlab qo'yishimizdir. Ya'ni bu qo'pol qilib aytganda miyani energiyasini bekorga sarflash, bekorga vaqtimizni sarflash. Shuning uchun Dabelli tavsiya qiladi, yiliga 10 ta kitob o'qisangiz o'zi aslida kifoya deydi. Bu menga o'xshagan yozuvchi odamlar uchun deydi Dabelli, chunki u nima deydi, kitoblar yozadi tabiiyki. O'zi aslida 10 ta kitob o'qish jinoyat deydi. Lekin nima qilay deydi, men mana shu 10 ta kitob o'qib ko'proq mazza qilaman. Ya'ni ko'proq o'zimni hayotimni o'zgartira olaman, ko'proq ularni amalda qo'llay olaman deb aytadi. Ana o'zim mustaqil ravishda bu narsani amalda sinab ko'rganimda haqiqatda rostdan ko'proq effekt berganini o'zim sezganman. Agar esingizda bo'lsa, misol uchun bizdan oldingi olimlar qanaqangi o'qigan deydigan bo'lsak ham, u paytda kitoblarda ko'lami, ya'ni hozirgidek keng bo'lmagan bo'lishi mumkindir, lekin ular o'qigan kitoblarini ustida amallarda joriy qilganliklari uchun ham katta yuqori darajalarga yetib borishdimikan deb o'ylab qolaman. O'zi Dabelli kim deydigan bo'lsangiz, Dabelli The World Minds degan yopiq guruh bor. Bu intellektuallar guruhi. Aynan mana shu guruhda asoschisi hisoblanadi. U guruhga, ya'ni taklif bilan qo'shilsangiz bo'ladi, ya'ni klub yopiq.
Nobel mukofoti laureatlari, katta geosiyosiy arboblar, mana shunaqangi odamlar guruhda bor. Shuni asoschisi va u o'zini The Art of Thinking Clearly degan kitobini yozgan. 1% bilim aynan mana shu YouTube kanalidagi birinchi video ham shu kitobda birinchi bobi bo'yicha tuzilgan, ya'ni survivorship bias. Bizning Instagramdagi juda ham ko'p videolarimiz aynan mana shu kitob asosida tuzilgan. Dabellini ajratib turadigan narsa juda ham sodda tilda yozadi. Afsuski bu kitob hozir ingliz tilida yo'q, lekin 1% bilim premium kanalida aynan mana shu narsani o'zbek tilida bittama-bitta sharhlab boryapman. Bu tanqidiy fikrlash uchun juda ham yaxshi asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki unda kundalik hayotimizda uchraydigan logical fallacies, ya'ni mantiqiy xatolar, biaslar har xil va shunga o'xshagan narsalarni real hayot va bizneslardan misol qilib Dabelli tushuntiradi. Nima bo'lgan taqdirda ham o'ylaymanki, bundan keyin kitob o'qib turganda mana shunaqangi yondashsak hammamiz uchun foydali bo'ladi. Rahmat sizlarga 1% bilim kanalda qolganingiz uchun. Obuna tugmasini bosib do'stlaringiz bilan bo'lishni esdan chiqarmang. Sizlar bilan Xurshid Maroziyov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha 1% bilim Telegram kanalida kutaman.